Menimcha qishloqqa ham kelib qoldim, chunki lokatsiya shu yerda ko'rsatyapti. Hammaga salom qadrli aholi, sizlar bilan men yana Relet. Bugungi videoda men yangi qishloqqa ko'chib kelyapman. Eski qishloqdan ko'chib ketganim sababi esa shunchaki yo'q. U qishloqda uncha ish ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Shuning uchun mana shu yangi qishloqqa kelyapman. Aytishlaricha bu qishloq juda ham rivojlangan. O'zi bu qishloqqa ham kelgancha yuraverib charchab ketdim. Hozir butilkamda suv ham qolmadi. Oppo. Hech qisi yo'q, mana qishloqqa yaqin kelib oldim. Mana shu qishloqdan to'ldirib olaman. Xo'sh, rostdan ham aytganicha borga o'xshaydi, rivojlangan qishloq. Qishloqda ham sentrgacha kelib oldim. Bu yerga ham bomishlar borga o'xshaydimi? Assalomu alaykum Bominjam aka. Va alaykum assalom, lekin nimaga meni bomish deyapsan? Ha, tilanchimisiz? Men sizni bomish deb o'ylabman, uzr. Oldimga yasib turganga men tilamchi deb o'ylayapsizlarmi? Yo, uzr, shunday deb o'ylagan ekan, lekin bega o'zi nimaga turibsiz? Gapni shundan boshlamaysanmi? Men maktabda remontini pulini olyapman. Shuning uchun sen ham tezgina to'lab qo'y. Ha, bu yerda maktab ham bording, lekin meni maktabga borish niyatim yo'q. Bu yerda maktab yo'q, shaharda maktabni aytyapman, lekin nimaga maktabga borish niyating yo'q? Maktabga nima qilaman? Mana shuga shuncha ish bor. Bir talay ish bo'lsa kerak g'alibiga. Hammasini bajarib soqqani qilaman. Prezidentning qarorini bilmaysanmi deyman-a? Yo'q, hali bunaqa qarorlardan xabarim yo'q. Ну, конечно, bilmaysan. Axir sen o'qimaysan-ku, kuni bo'yi telefon chiqarib o'tirasan. Ejoniston davlati haqida hech narsani ham bilmasang kerak-a? Prezidentning qarorlarini o'zi o'qiysanmi? Yo'q. Unda bilib qo'y, agar maktabga bormasang, maktab 9 oy bo'lsa, 9 oy bolalarni tarbiyalash joyiga majburan mehnat qilasan. Ha, shunaqami? Unda men sizga maktabda pulni bugundan olib kelveraman. O'zi necha pul edi? 32 stak dollar. Ha, tushunarli, bo'lmasa men ketdim. Assalomu alaykum janob aholi, menga merda uyini ko'rsatib boring. Chap tarafga qara. Mana shu katta uydan keyin esa merni uyi bo'ladi. Rahmat sizga janob aholi. Men uy tanlab qo'yganman, o'shanga mebellarimni ham olib kirib qo'yganman. Ana endi merdan sotib olaman. Salom janob mer, meni kutyaptidingizmi? Ha, sen yangi o'yinchimisan? Ha, men o'shaman. Seni kutaverib ko'zim to'rt bo'ldi-ku, tezroq kelmaysanmi? Shu desangiz ham taksi yo'lda bag'iga yurmayman dedi, piyoda kelaverdim endi. Ha, uydan olishga ishqib puling bormi? Ha, albatta men u qishloqdagi uyimni sotib ko'p pala pul qilganman. Lekin bu uylar sen o'ylaganchalik arzon emas. Bizda qishloqda ko'p narsa qimmat. Uyning narxi qancha aytavering, men sizga yozib beraman. 5 stak dollar qo'shimchasiga yana 32 stak. Oho! Men uyimni munchaga olmagan edim, lekin aytyapman-ku, bizga ko'p narsa qimmat deb. Bo'ldi, rozimisiz? Albatta, sen ham rozi bo'l. Hozir senga uyingni kalitini topshiraman. Yo, rahmat. Vau, shu mening uyimni kalitimi? Ha, uyingni qayerligini bilasan-a? Albatta bilaman. Qoidalar bor. Kuniga soliq. Kuniga ham soliq bo'ladimi? Soliqni to'lashning 2 xil yo'li bor. Birinchisi, agar ot qilasan, agar otingdan nima ikkinchisi omborxonaga topshirasan. Ikkinchisi esa kuniga 16 dollar to'laysan. Janob mer, soliqlarni olib kelib omborxonaga qo'ydim. Unda mayli, senga javob. Ekinlarni aytganimdan omborxonaga olib kelib topshirasizlar. Xullas, mana men derazamdan qarasang ko'rinadi omborxona. Egalib qara bunday yurog'ay. Ha, mana qarayapman, ana ko'rdim. O'sha yerga qo'yasan. Mana shudan ko'rinib turadi. Kim qo'yapti ekanlarni, kim qo'ymayapti shundan ko'rib turaman. Sizga gap yo'q-ey. Unda hozir agarot yasaysan. Agarot o'rmondan daraxt olib kelasan, lekin daraxt o'rniga daraxt ekib qo'yasan. Bo'lmasam ishtirof qilaman. Voy, shunaqasi ham bormi? Qishloqqa o'zi nafas olib bo'ladimi? Mayli janob mer, men uyimni ko'ray, yondan agarotchi ham qilib qo'yaman. Bo'lmasam qimmatga tushar menga har kuni 16 dollar to'lash. O'zi tayinli ish ham topgan emas. Mana do'stlar, meni yangi xonadonim. Qanday baho beringlar? Hozir eshikni ochib olay, ichini ham ko'rsataman sizlarga. Uyimga mebellar zakaz qildim, menimcha olib kelishganga o'xshaydi. Chunki mana turibdi ichkariga. Wow, uyim yaxshi ekan, ancha dizayni ham zo'r. Hozir sandig'imga narsalarimni qo'yib qo'yishim kerak. Bu uy nega qimmatligini endi bilaman. Chiroqlarni qaranglar, komfort. Xullas, ana endi uyimning yonidan bitta fermacha qurmasam bo'lmaydi. Omborxonadan 2 ta chelak olaman. Dengizdan esa suv olaman. Ana endi uyga qaytaman. Bu yerda nimadir bo'lyaptimi deyman, hamma shu yerga yig'ilgan. Maktabda remontini pulni qachon olib kelasan? Padaringga lan seni. Do'stim, nima qilyapsan? Onangni eri qilyapti, nimaga menga gapirayotganda burun siqyapsan? Senlarga o'zi kim tarbiya bergan? Sen iflossan, maktabda remontini pulni bergan yo'q, tezroq ber.
Qishloq emas, jinnixonaga o'xshaydi. Bu yerga jinni bo'lib qolish ham hech gap emas. Ana endi mana shu yerda tozalab tekisgina bitta fermacha qurib yuborishim kerak. Mana bu yo'lda olib tashlatsam ham hech kim qarshi bo'lmasa kerak. Xunuk turibdi-ku, o'rniga o'zim bitta yo'l yasab qo'yaman. Bu yerda tekislab chiqsam yaxshigina yo'l bo'ladi. Shuni oldinroq merga borib aytmabman-da. Shu yo'lni tekislaganimga pul berasizmi balki? Ha, mayli. Hech bo'lmasa o'zimga qulaylik qilib oldim. Ana endi bu fermani ham boshqa fermalar o'lchamida qilib olishim kerak. Fermani asosiy qismi tayyor. Ana endi tuganmas suv olib olib, bu yerda to'ldirsam bo'ldi. Ekin joyi ham tayyor bo'lib qoldi. Mana shu suvni olib bu yerga joylashtiraman va bu yerdan suv olib, bu yerda to'g'rilab olaman. Ana endi chelaklarni ham joyiga qo'yib qo'yaman. Yo'q-mo'yo, mana ishonchani qaranglar. Eshonistonning yagona ishonchasi. Janob mer, men keldim. Kel, nima deysan? Ekin joyini qurib bo'ldi. Meni urug'lar qaydan olsam bo'ladi? Urug'larni ekinxonadan olasan. Mayli, tekinga olaver hozircha. Ha, tushunarli. Senga bitta maslahat beraymi? Albatta bering. Ekinxonangni panjaralar bilan yopib chiq, bo'lmasam jetonlar olib kelib omborxonaga tiqaveradi meniki deb. Yoki uyida o'zi olib qolib yeydi. Sen esa bir kunlik soliqdan quruq qolishing mumkin. Mayli janob mer, ko'rishguncha. Men bo'lmasam shunday qilmasam bo'lmaydi. Rahmat tavsiya uchun. Arzimaydi. Eshitdingiz, jetonlar ekinlarni qoqishtirib ketishi mumkin ekan. Albatta ekinxona 100% tayyor bo'lganda sizlarga ko'rsataman. 1 hour later. Mana bir tarafiga kartoshka ekdim, bir tarafiga sabzi ekdim. Aytishlaricha shulardan ko'proq foyda kelar ekan. Janob mer, men keldim. Ha, nima deysan? Kuni bilan miyamni qoqishtirding sen ham. Qishloqda o'rtasida turgan kim? Bu maktabda remontini pulni yig'yapman deyapti. Ha, u kishi ustoz Farmonov, legendarniy ustoz. Unga teng keladigani yo'q bu dunyoda. Men ham shu kishining shogirdiman. Yo, nimaga u muncha baqiradi? Ha, senga o'xshagan anqovlarga tarbiya beraman deb shunaqa bo'lib qolgan. Ha, mayli-da. Bo'ya maktabga bormayman desam, qanaqadir qonun haqida gapirdi. Ishqib shu rostmi? Ha, bu rost. Prezident Endergenlar janoblari ta'tilda yangi qonun chiqardilar. Unga ko'ra, agarda bola maktabga bormasa va borishni xohlamasa, uni maxsus bolalar tarbiyalash joyiga borib majburiy mehnat qildiradi. 9 oy o'qish o'rniga 9 oy mehnat qiladi. 3 oy ta'tilda esa chiqib keladi, xuddi maktabdagidek. Bo'lmasam men bu remontni pulni beray. Axir men mehnat qilishni xohlamayman. 9 oy yana bepul shunchaki mehnat qilish. Do'stlar, bunaqa og'ir jazoni hech kim chiqara olmasa kerak-da. Assalomu alaykum, ustoz Farmonov. Ha, kel, nima deysan? Maktabda remontini pulini olib kel, mana shu yashikka qo'yaymi? Ha, shu yashikka $32 qo'y. Ustoz Farmonov, men sizdan uzr so'rayman boyagi muomalam uchun. Hali men sizni eng yaxshi o'quvchingiz bilaman, ko'rasiz. Bunga ko'zim yetmayapti-ku, mayli, lekin sen meni ismimni qaydan bilding? Ha, mer aytdi. Ha, men o'zimni shogirdim-da. Ana 32 takda joylar. Shu taraflarga yaqinda teleport maydonchasi qo'shiladi. O'sha teleport orqali maktabga teleport bo'lasanlar. Vau, texnika galaktika. Rahmat sizga ustoz Farmonov. Do'stlar, bugungi sarguzashtim sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosasizmi, bosmaysizmi, bu endi o'zingizning xohishingiz. Sizlar bilan Rela dedi. Keyingi videolargacha sog'lik, omonlikda ko'rishguncha.